Assalomu alaykum, hurmatli agroponika kanali obunachilari. Bugun biza 12-avgustda ekkan Rojayev bir ko'chatlarimizni bugungi holatini qo'yib borishga qaror qildik. Bugun 28-avgust sanamiz. Oradan 16 kun vaqt o'tdi. Ko'chatlarimiz ipga olish jarayoniga kelib qoldi. Gullarini cho'zib, juda ajoyib bo'lib o'syapti. Xudo xohlasa gullash boshlangan. Endi kamroq, endi gul yorish ko'rinyapti. Etta-betta ko'rib turibmiz. Mana gulladi desak ham bo'ladi. Mana shu gul ro'ppa-ro'sa bir 55-60 kunlar orasida pishishini kutib qolamiz. Kitobda shunaqa yozilgan. 80-90 kunlarda ekilgandan keyin ko'chat holatida pishishi kerak. Hurmatli obunachilar, ipga olish jarayonlarini qanday qilamiz? Mana shu ko'rishimiz mumkin. Tagidan 2 dona barg olamiz va mana shu joydan kalsoga ildirib o'rash ishlarini olib boramiz. Qo'yish. Nima uchun barg olamiz? Barg olganda ildiz tizimi yanada yaxshiroq ishlashni boshlaydi. Shu uchun barg olish juda muhim sanaladi. Qo'yish. Kapelnitsadan, cho'piqchadan so'ng organika F berildi. Organika F va yana o'sha gullashni yaxshilash uchun fosforli ozuqalardan bosib berdik. Inshaalloh zakoni bo'ladi. Gul ayirishlari hozircha juda ajoyib. Gullarning kiprigi uzun chiroyli chiqyapti. Ora-orada axlajeniyada mana bunaqa suv bosish holatlari kuzatilyapti, lekin bu yaxshi ish emas. Bu borasida ancha bir gapirib qo'ymasak bo'lmaydi. Sababi ortiqcha namlik, ortiqcha kasalliklarni qo'zg'ab chiqaradi, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa bizni kuzatib boringlar. Ipga olingandan keyingi jarayonlarni ham qo'yib boramiz inshaalloh.